قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 5-darsni o'qiymiz. Hamda bugungi darsimizda asosliq o'rganmoqchi bo'lgan mazmun hamda biz ilgirki soatlik darsimizda ismninki iniqsiz va iniq holatini o'rgandik. Ya'ni uy, beytun bu iniqsiz bir uyni ko'rsatadi. Ammo buningga alif lamni qo'shib al-beytu desak, heliq uy degan bo'ladi. Ya'ni so'zlaguvchi va anglag'uvchininki ko'nglida ikkisi biladigan bir uyni ko'rsatadi. Xo'sh, endi bu uy, masalan, uy va yoki undan boshqa narsalarni bir iniqlashninki yana bir shakli bor. Ya'ni muayyan bir odamning ismiga qo'shib yoki ma'lum bir sifatga qanday qilib qo'sh orqali iniqlaymiz. Mana bugungi darsimizdagi shu ikkinchi xil iniqlash shaklini bugungi darsimizda biz o'rganmoqchi. Xo'sh, unda bo'lsa, masalan, kitob desak, bu kitob deganni bildiradi. Bu kimning kitobi, nerede kitob, qaysi kitob biz buni bilmaymiz. Endi biz buni aniqlamoqchi bo'lsak, masalan, Muhammadning kitobi demoqchi bo'lsak, buning keyniga aniqlovchini ekilamiz. Ya'ni Muhammadni qana qilamiz? Ekilamiz. Ya'ni kitobu Muhammadin bo'ladi. Ya'ni Muhammadning kitobi. Mana bu nihoyat oson. Endi buning nihoyat bir muhim bo'lgan grammatikalik qismi bor. Qaysi deganda, endi kitobu Muhammadning kitobi bo'ldi. Bu kitob degan so'z aniqlandi. Qaysi so'z aniqladi? Muhammad degan so'z kelib kitobni aniqladi. Unda bo'lsa, Muhammadni biz nima deymiz? Aniqlovchi deymiz. Kitobchi aniqlanguvchi bo'ladi. Buni biz arab tilida aniqlanguvchini mudof, aniqlovchini mudofun ilayh deb ataymiz. Bana bu arab tili grammatikasidagi buning atalishi. Endi buning xususiyati qanday xususiyati bor deganda, bu kitobi Muhammadin bo'ldi. Ismimiz bo'lsin aniqlanguvchi, ya'ni mudof bo'lgan ism bu mangu alif lam qabul qilmaydi. Qanday qilmaydi? Alif lam qabul qilmaydi. Ya'ni al-kitobi Muhammadin degili bo'lmaydi. Chunki bu alif lamni ekilib aniqlash hojatsiz buningga. Ham aniqlig'imi bo'lmaydi. Chunki buni Muhammadga biz nisbat berib aniqlab bo'ldik. Buningga alif lamni ekilsak xato bo'ladi. Endi ikkinchi birisi Muhammadin. Bu mudofun ilayh, ya'ni aniqlovchi dedik. Buning xususiyati bu doim zir o'qiladi. Qanday o'qiladi? Zir o'qiladi. Ya'ni kitobu Muhammadin nima o'qildi? Zir o'qildi. Xo'sh, endi kitobning oxirgi harfining o'qilishi bu omilning taqozosi bo'yicha bo'ladi. Ya'ni beshiga zir qilguvchi omil, ya'ni fi yoki ala kirib qolsa zir o'qiladi. Buningki bu grammatikalik, ya'ni mudof, mudofun ilayhlik birikmi bilan buningki o'qilish shakliningki munosabati yo'q. Faqat Muhammadning zir o'qiladi. Mushunga ta'sir ko'rsatadi. Üçüncüsü, endi kitob meyli zir o'qilsin, meyli zavar o'qilsin, meyli pash o'qilsin, omilning taqozosi bo'yicha bo'ladi dedik. Lekin meyli qanday shaklda o'qilsin, qo'sh holatda o'qilmaydi. Ya'ni kitobi Muhammadinda buni bu yerda pash o'qidik. Nima uchun pash o'qidik? Chunki buni oldida hech kim kam edi. Ya'ni ismning oldida hech nima kelmagan ahvol ostida nima o'qiymiz? Pash o'qatdik. Endi nima uchun buni kitobun deb o'qimadik? Chunki mudof, ya'ni aniqlanguvchi ism mangu qo'sh qabul qilmaydi. Ya'ni qo'sh o'qishni qanday qilmaydi? Qabul qilmaydi. Yig'ib aytgan vaqtimizda kitobi Muhammadin degan so'zda kitob aniqlandi, Muhammadning kirishi orqali. Ya'ni kitob aniqlanguvchi bu mudof bo'ldi, Muhammad mudofun ilayh bo'ldi. Mudof alif lam qabul qilmaydi va qo'sh o'qilmaydi. Mudofun ilayh qanday o'qiladi? Zir o'qiladi. Zir o'qiladi. Bugungi darsimizdagi asosliq mazmun mana shu. Qolgan qisqa mazmunlarni biz dars orqada so'zlab tushuntirib mangamiz. Unda bo'lsa, bugun o'qimoqchi bo'lganimiz yana ad-darsul xomis 5-dars. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul xomis 5-dars. Xomis deganimiz 5 degan gap. 5-dars.
Endi biz oldi bilan buningki tekstni tushunishimiz uchun, yaxshi tushunishimiz uchun buni yangi so'zliklarini o'qib o'taylik. El-kelimatul jadida, yangi so'zlar. Er-rasulu, elchi. Ya'ni elchi, odatda bir odam bilan yoki podshoh bilan ma'lum xalqlar, ma'lum kishilar o'rtasida avatilgan elchi, shundaqla Alloh taolo tarafidan bizga avatilgan elchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni er-rasul endi ataymiz. El-Ka'ba, Ka'ba, ya'ni Beytulloh. El-ismu, ism. Odamning ismi, narisklarning ismi degandagi ism. El-ibnu, bu o'g'il. El-ibnu degan odatda ama şu 18 yaşdan tüven asaslık, kuramıga yetmegen oğullarga el-ibnu işletildi. El-ammu, tağa. Yani bu dadı taraftan boğan tağa, dadının akılları ya ukulları. El-halu, hamma. Ana taraftan tağa, bu mu tağa, ana taraftan boğan. El-ammu, tağa dadı taraftan boğan, el-halu, ana taraftan boğan tağa. El-haqibetu, somka ve çamadan. Somka, çamadanı el-haqibe deyimiz. Es-seyyaratu, maşina. Es-şari'u, yol. Yol ve koça. Muğlaqun, takak, itik. Taht, astı. Hunake, o yerde. O yer, yiraktaki urun revişini gösterdi. El-muhendisu, injiner. Da bu biz tekstimizni okuyla. الدرس الخامس 5 درس bu Said bilan Yasirning o'rtasidagi dialog kana. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir dedi. Ey Yasir, bu Muhammadning kitobimi? Mana birinchi jumlamizda bizga Muhammadning kitobimi deb muzaf mudafun ilayhlik birikmini berdi. Ya'ni kitob mudaf, Muhammadincho mudafun ilayh. Muhammad mudafun ilayh bo'lganligi uchun nima qildi? Zir o'qildi deymiz. La hada kitabu Hamidin. Yo'q, bu Hamidning kitobi. Ayna kitabu Muhammadin? Muhammadning kitobi qayerda? Huwa alal maktabi hunak. O yerdagi ustal ustida. Ayna daftaru Ammarin? Ammarning daftari qayerda? Qaranglar, bu yerda bu daftarni Ammar qanday qildik? Nisbat berdik, ya'ni muzaf qildik. Ina qildik daftarni. Huwa ala maktabil mudarris. O o'qituvchining ustida. Qalamu man hada ya Ali? Ali, bu kimning qalami? Hada qalamul mudarrisi. Bu o'qituvchining qalami. Ayna haqibatul mudarris? O'qituvchining somkisi qayerda? Hiya tahtal maktabi. O ustal ustida. Nima uchun bu yerda huwa deb keldi? Nega hiya deb keldi? Chunki bu yerda ko'rsatmoqchi bo'lgani daftar. Daftar erlik shakldagi ism. Nima uchun? Buning oxirida ayollikniki ta'siri yo'q. Haqibani ko'rsatgan vaqtda hiya deb keldi, u deb. Nima uchun? Bu ayollikniki. Haqiba ayol shakldagi ism bo'lganligi uchun. Ya'ni bunda ayollikning ta'siri bo'lganligi uchun deymiz. Endi bir yangi mazmunni endi bilsa bu tekstimizda. Chaqirish harfi. Ya'ni chaqirish harfi. Qaraydigan bo'lsak, ya Ali, ya Yasir. Ya Uyg'ur tilimizda i deb tarjima qilinadi. I deb tarjima qilinadi. Odatda bu ig'iz tilida tarjima qilmasak bo'ldi, ammo ma'lum yoziqlarda tarjima qilish to'g'ri kelib qolsa, i deb tarjima qilsak bo'ladi. Ali. Endi buning qanday xususiyati bor deganda, diqqat. Ya kirgan har qanday yolg'iz ismni oxirini taq pash o'qiymiz. Ya kirgan, ya'ni chaqirilgan har qanday yolg'iz ismni taq pash o'qiymiz. Ya Aliyu, ya Yasiru, ya Muhammadu deb. Muhammadun deb qancha o'qimaymiz, ya'ni qo'sh o'qimaymiz. Nima uchun taq ism dedik? Nima qanday taq ism deganda, ya'ni yolg'iz Abdullah Abdurrahman emas. Buningki hukmi, ya'ni buningki xususiyati boshqacha bo'ldi. Buni biz keyingi darsimizda tushuntiramiz. Yolg'iz ism bo'lgan vaqtda taq pash o'qiymiz. Ya'ni chaqirilg'uchi, munada deymiz buni arab tilida. Nima? Munada. Chaqirilg'uchi. Bu nima qiladi? Taq pash o'qiladi. Ya harfini deb tushunasanglar bo'ladi. Tamarin ko'nikmala birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuvandagi savollarga javob bering deydi. Buni tekstga asosan javob bersizlar. Ayna kitabu Muhammadin? Muhammadning kitobi nima dedi?
teksti chiqib bo'ldi. Tekstni pishiq yodlab bo'lgandan keyin buning daftaringizga yozib javob bersizlar. Ayna kitabu Ammarin? Ammarning kitobi qayerda? Ayna haqibatul mudarrisi? O'qituvchining so'mkisi qayerda deydi. İkincisi adifil kelimetel ula ila thaniye deydi. Adif degan gap qo'shing degan gap, ha? Ya'ni qo'shing degandan bo'lgan maqsad nima demakchi deganda iniqlang, ya'ni muzof qiling demakchi. Muzof qiling degan gap iniqlang degan gap, ha? Birinchi so'zni ikkinchi so'zga qo'shing deydi. Birinchi so'zni ikkinchi so'z qo'shsak bu yerda qanday alomat yuz beradi deganda muzof muzofun ilayhlik bir birikma shakllanadi. Ya'ni iniqlanguvchi va iniqlaguvchidan iborat bir birikma shakllanadi. Masalan, ikki so'z berdi bizga kitobun Muhammadun deb. Endi shu birinchi so'zni ikkinchi so'zga qo'shamiz. Ya'ni iniqlaymiz birinchi so'zni. Qo'shsak nima bo'ladi? Kitobu Muhammadin bo'ladi. Yolg'iz holatda kitobun Muhammadun deb o'qilgan bo'lsa, bu muzof bo'lgan vaqtda kitobu deb taq o'qiladi, Muhammadin deb o'qiladi, sir o'qiladi. Maktabun al-mudarrisu deydi. Endi bu ikkisini mudofun ilayhlik birikmaga o'zgartirsak nima bo'ladi? Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi o'qituvchining ustili. Endi qaraylik, qalamun hamidun. Qalam hamid deydi. Endi hamidning qalami demakchi bo'lsak nima deymiz? Qalamu hamidin. Qalamu hamidin. Qalamundiki taq pashq o'zgaradi. Hamidundiki zirg o'zgaradi. Hamidin bo'ladi. Miftahun al-baytu deydi. Ochquch uy deydi. Endi uyning ochquchi demakchi bo'lsak-chi, miftahul bayti. Miftahundagi taq pashq o'zgaradi, al-baytu zirg o'zgaradi. Chunki mudofun ilayhi nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Buni tushungan bo'lsanglar, oxirini o'zinglar ishlaysizlar. Üçüncüsü iqra vaktub ma'dabti avakhiril kelimat. Sözlerinin ahirlerini bekitish bilan o'qib yozing deydi. Ya'ni sizdan buni nimani o'rgatmoqchi degan vaqtda, ya'ni mudofun ilayhni biz nima o'qildi degan? Zir o'qiladi degan. Mudofun degan taq pash o'qiladi. Ya'ni oldiga hech qanday bir so'z yoki harf kelmagan ahvol ostida. Ya'ni babul madrasa nima deymiz? Ti. Chunki ma mudofun ilayhi ya'ni iniqlig'uchi nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Maktabning ishki. Ishik deganni maktabning deb qanday qildi? Maktab degan so'z iniqladi. Ya'ni iniqlig'uchi, ya'ni mudofun ilay nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Babul madrasati. Himarur rajuli. Adamning ishki, er kishining nimasi? Ishiki. Himarur rajuli zir o'qildi. Beytu hamidin. Hamidning uyi. Sayyaratul mudire. Mudirning mashinasi. Demak, hammasi mudofun ilayhlik birikma. Sizlarning mudofun ilayhniki nima o'qildiganligi, oxirgi harfininki qanday o'qildiganligini sizlardan bir so'rab bakmoqchi. Shunday kitoblarga zir belgi qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni mana oldiga hech qanday omil kelmagachga babu deb o'qidik. Pash o'qidik, ammo qo'sh o'qimaymiz. Agar oldida biz zir qilg'ich harfdan birisi kelib qolsa, zir qilamiz. Qaranglar. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Bu zir o'qildi. Nima uchun? Fining sababi bilan. Kitabillahi deb Alloh degan lafzini zir o'qildi. Nima uchun? Muzofun ilayh bo'lganligi uchun. Min baytil mudarrisi deganga o'xshash. To'rtinchisi iqro o'qing deydi. Ma topshiriq sizlarga daftaringlarga yozib tarjimasi qilganga topshiriqqa. Men buni faqat 3 ni ishlab beraman sizlarga. Al-Qur'anu kitabullohi. Qur'on Allohning kitobi. Qur'on Allohning kitobi. El-Ka'batu beytullahi. Ka'ba Allohning uyi. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Resulullahi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ның elçisi. Qalan Resul elçi. Allah'ның. Bu yerda Resul mudof bo'ldi. Ya'ni iniqlandi Resul. Kimning elchisi ekanligi? Allohning elchisi ekanligi. Qaysi so'z iniqildi? Alloh degan lafz iniqildi. Unda bu ekan iniqlovchi nima bo'ladi? Iniqlovchi zir o'qilgan chiqar. Rasulullohi deb qanday o'qildi? Zir o'qildi. Xo'sh. Endi qolgan o'zinglar ishlaysizlar. Beşincisi kavvin cümlen mufideten bimel'il farag fima yali deydi. Tüendeki boş o'rinni to'ldirish bilan foydali cümle tuzang. Kavvin degan nima? Tuzang. Cümlen cümleler. Mufida foydali. Bimel'i to'ldirish
Ba bilen. Farag boş orun fimayeli tüvendeki. Yani tüvendeki boş orununu toldurmuş bilen paydalı cümle tüzüğün deydi. Endi cümlenin beşi yok. Yani mubtadası yok. Ne deymiz? Öyünün taqaq zir oqilganlıqdan bununki mudafun ilayhi iniqlig'uchi ekanligi chiqib turdi. Endi taqaq deydi. Ne deymiz? Babul beyti mughlaqun. Öyünün taqaq olgandan keyin öyünün nimasi taqaq bo'ladi? Ishki. Babul beyti mughlaqun. Öyünün ishki taqaq. Ayna qayerda bo'sh o'rin mashininin. Qani mashininin demiş tarjima qilamiz. Chunki bu mudafun ilayhi bu yerda. Ya'ni zir o'qilganligidan buningki mudafun ilayhi ekanligini qanaqa qila olamiz? Bila olamiz. Demak, bu yerga mudafdan birni qilib qo'yamiz. Ayna miftahus sayyarati. Mashininin ochqichi qayerda? Üçüncüsü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Resulullahi. Resul kimin hadisi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ın. Ona Resulullahi. Dördüncüsü boş orun at-tabibi ba'idun. Doktorunun yirak deydi. Doktorunun nemesi yirak? Üy yirak. Beytut tabibi ba'idun. Yani beytut tabibi. Demek bu cümlede hemmiste iniqlanğuç söz yok. Yani mudaf yok. Mudafın ileyh. Yani iniqlanğuçu ba. Bununla muvafiq holatda bir nima qo'yamiz? Iniqlanğuchi, ya'ni mudaf qo'yamiz. Xo'sh. 6-si sahhahi tarkibat taliya. Tuvandagi birikmalarni to'g'rilang deydi. Tuvandagi birikmalarni to'g'rilang. Bu yerda berilgan birikmaning hammasi qanday birikma desanglar, mudaf, mudafun ilayhlik birikma. Biz dersning 5-ni tushundik. Mudafun ilayhlikning birikminingki qoidasi shuki, mudafqa hargiz alif lam kirmaydi. Mudafun ilayh nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Shundaqla mudaf qo'sh o'qilmaydi dedik. Mush qoidamizga xilaf qilgan ahvollar bo'lsa, to'g'rilaymiz. Masalan, birinchisi al-qalamu deydi. Al-qalamu. Qalam, al-qalamu talibi. O'quvchining qalami deydi. O'quvchining qalami. Qalamni o'quvchi degan so'z qanday qilibdi? Iniqlabdi. Ya'ni iniqlovchidan bo'ldi, mudofun ilay, iniqlang'uchi mudaf bo'ldi. Mudofga nima kirmaydi? Alif lam kirmaydi. Endi buni qanday qilib qapti? Alif lam kirib qapti. Shunga biz buni nima deymiz? Bu yerdagi alif lam kirib qolganlik uchun bu yerda qaysi xatolik bor? Qaysi xatolik bor deganda alif lamniki kirib qolganlik xatolik bor. Shunga bu yerda alif lamni o'chirib o'tamiz. Nima bo'ladi? Qalamut talibi bo'ladi. Babus sayyaratu deydi. Babus sayyaratu. Qaysi xato? Pesh o'qilish xato. Babus sayyarati bo'lishi kerak. Bintu Hamidun. Qaysi xato? Hamidin bo'lishi kerak. Qolgan xatolarni o'zingizlar tepib boqinglar, sizlarga topshiriq qilib qoldi. Iqra vaktub ma'a dabti awakhiril kelimat. Sözlerini ahirlerini bekitish bilan birga o'qib yozing deydi. Ya'ni biz harf nidoni qisqa tushunib o'tdik. Ya'ni arab tilida chaqirish harfi. Ya qanday qilish harfi? Chaqirish harfi. Endi yiroqdagi hamma chaqiramiz? Yo'q. Faqat yaqinnikini qanday qilamiz? Chaqiramiz. Ayolga o'rtaq ishlatma beradi. Ya'ni Muhammad yaqinda bo'lib qolsa qanday qilamiz? Ya Muhammad deymiz. Ya Muhammad. Muhammadun qo'shib qo'yilgan yaning kirishi bilan ya Muhammadu. Ya'ni munada chaqiruvchi nima o'qilmaydi? Qo'shib o'qilmaydi. Ustazun yaning kirishi nima bo'ldi? Ya ustazu bo'ldi. Khalidun ya Khalidu. Ey Khalid. Waladun ya waladu. Ey bala. Mana shunga o'xshash. 8-si iqra'il misal al-ati thumma kawwin as'ilatan mithlahu mushiran ila suwar at-taliya deydi. Tuvandagi misolni o'qing. Bizga bu yerda bir misol berdi. Ondan keyin thumma degan ondan keyin degan gap. Kawwin tuzang, suollarni tuzang, mithlahu uningga o'xshash. Mithlahu degan uningga o'xshash degan gap. Mushiran ila suwar at-taliya. Tuvandagi rasmlarga ishorat qilgan holatda. Xo'sh. Birinchisi qarab boqaylik. Kitobu man hada deydi. Bu kimning kitobi? Kitob bor ekan, bu kimning kitobi deb so'rabdi. Endi bu yerda qalam bor ekan. Buni nima deb so'raymiz? Bu kimning qalami? Ya'ni qalamu man hada. Qalamu man hada. Kimning bu yerda
lafziy jihatda men degan so'zni kitobga qanday qildik? Bog'ladik. Ya'ni lafziy jihatda kitobni menga mudof qildik. Kimning kitobi? Bu yerda garchi aniqlanmasa, ana kimning degan so'zga qanday qilindi? Bu yerda bog'lanib, lafziy jihatda muzof bo'ldi. Biz buni sizlar bu yerda lafziy jihatda deb deganni mana Uyg'ur tilimizda biz tushunishga aniqlanmagan bo'lsa-mu deb tushuninglar. Ammo mudofninki lafziy va ma'naviy deb ikkiga bo'linganligi haqida bu keyin to'xtalamiz. Ya'ni men bu yerda muzofun ilayhlik o'rnida kitobcho mudof deymiz. Shunga kitob taqpashi qildi. Kitabu man hada. Bu kimning kitobi? Ana bucho qalamu man hada. Qamis. Qamisu man hada. Bu kimning ko'ngliki? Bucho baytu man hada. Mana shunga o'xshash bu nihoyat muhim bir savol tarkibi. Sizlar mana shuni hammasi qolgan o'zingizlar ishlayman. Xo'sh, endi bu yerda ismun, ism degan gap, ibnun, bola degan gap. Endi buning oldida bir alif bor. Bu alifni biz nima deymiz? Hamzatul wasli, ya'ni ulanma hamza deymiz. Ulanma alif deb tushunsangiz bo'ladi. Ulanma alif degan qanday alif deganda, beshida bir so'z kelib qolsa, qushab ulab o'qiydigan alif. Buning alomati qanday? Buning alomati aslida hamza bo'lmaydi. Aslida bo'lmaydi, hamza bo'lmaydi. Masalan, ismul valadi Muhammadun. Endi bu oldida kelib qolish shundaqo. Va ismu demaymiz. Vasmul binti Zeynabu deymiz. Ya'ni qo'shib o'qiymiz. Masalan, ismul mudarrisi Hamidun. O'qituvchining ismi Hamid. Masmul mudir. Mudirning ismi nima? Qaranglar, masmu qo'shib o'qidik. Ya'ni hamzatul vasl, ulanma hamza. İbnu Xalidin fil madrasati. Xalidning o'g'li maktabda. Va ibnu Hamidin fil jamia. Hamidning o'g'li universitetda. Va ibnu qanday qildik? Qo'shib o'qidik. İbnul mudarrisi fil fasli. O'qituvchining o'g'li nada? Sinfda. Ayna ibnul mudir. Mudirning o'g'li qayerda? Ayna ibnu. Qanday qildik? Qo'shib o'qidik. Xo'sh, endi maqoyini tushungan bo'lsanglar, tuvandagi jumlalarni o'zingizlar uyg'urcha o'zingizlar tarjima qilasizlar. Ammo o'qigan vaqtinglarda hamzatul vasl, ya'ni ulanma hamzaninki o'qish qoidasiga rioya qilgan asosda o'qiysizlar. Iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatul vasl deydi. Hamzatul vasl, ya'ni ulanma hamzani o'qish qoidasiga rioya qilgan holda tuvandikini o'qing deydi. Qaranglar. Ibn Muhammadin fil Iraq. Muhammadning o'g'li Iroqda. Va ibn Hamidin fil Hind. Hamidning o'g'li Hindistonda. Xaraja ibnut tabibi min al-bayt. Doktorning o'g'li uydan chiqdi. Xaraja qanday qildi? Chiqdi. Xaraja ibn deb qo'shib qo'yamiz. Zahaba ibnut tajiri ila suq. Savdogarning o'g'li bozorga ketdi. İsmul muhandisi Faysal. İnjinerning ismi Faysal. Vasmut tabibi Mas'ud. Doktorning ismi Mas'ud. Qolgan ikkisini o'zingizlar bir ishlab boqing, ha? Sizlar qolib qoldi. Xo'sh, saboqdoshlar, unda bo'lsa, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.